Bugun 3-may 2025-yil. Sinovli mavsumimizni yana bir haftasi o'tdi. Birinchi dorilardan keyin barg ota boshlagan, ko'chatlar ancha yasharib qolgan. Mana faqat bular ko'p emas. Bular endi Zangi o'rgamchak kanasidan eng ko'p zarar ko'rgan, barglari yo'q bo'lgan ko'chatlar edi boshida asosan. O'shalar mana birinchi barg chiqarib, yangi gul chiqarib qopti. Biroq bu tarafida mana bor shunaqa ko'chatlar hech qanaqa yangi novda chiqarmagan, hech narsa yo'q. Natijada issiqxonadagi olakulalik hali ham bartaraf bo'lgani yo'q. O'tgan safargi doridan keyin to'kilmay qolgan barglar sekin-sekin qarib to'kilyapti ular ham. Mana bu umumiy manzara, hozirgi holati. Hafta mobaynida hech narsa boshqa dori sepmadik. Shu oxirgi sepgan dorimiz bo'yicha bargni to'kib yuborishga sabab bo'lgan doridan tashqari kam bo'lsa ham terim bo'lyapti, hosil bor. Shu o'rinda o'tgan haftadagi videomiz juda ko'p ko'rilibdi. Ko'pchilik hamdardlik bildirgan, tavsiyalar bildirgan. Katta rahmat hammalaringizga. Oradan ancha vaqt o'tdi. Ya'ni dori sepib boshlaganimizdan boshlab o'rgamchak kanaga qarshi. Bozorda bulg'or qalampiri narxlari ham ancha tushib qoldi. Bugungi narx 20 ming so'm bo'lib ketdi. Shu paytgacha ekin kam hosil berayotgan bo'lsa ham bozorda narxi baland, ozgina bo'lsa ham harna deb qarab yurdik. Bozordagi narxlar tushib ketishi tufayli oxirgi chorani qo'llashga to'g'ri keldi. Shunchaki kam hosil berib turishi endi yetarli emas. Undan kelayotgan tushum ancha kamayib ketadi. Yangi barglarning chiqishi esa hali ommaviy tarzda bo'lmayapti. Shu tufayli sizlar ham ba'zilaringiz anchadan beri aytgan bir keskin usulni qo'llaymiz. Mana bu issiqxonamizdagi ekinlarni hammasini endi butab chiqamiz. Ozgina shoxini qoldirib butab chiqamiz. Demak, ushbu holatda butun tuplarni kesib chiqamiz. Ayniqsa shu yangi barg chiqarmaganlarni. Demak, men bu yerda hozir 3 tupni kesib chiqdim. Mana. Ko'klasa bir tekisda shunday bo'lib ko'karadi bir oylardan keyin. Bo'lmasam, xayr xo'sh. Avval men bu ayanchli issiqxonamizni kesib chiqamiz. Narigi taraf sal yaxshiroq o'tirib turadi. Vaziyatga qaraymiz. Oldingi videomizda izohlarda yozganingizdek, bir ikki qatorga sepib ko'rib, keyin o'tish kerak edi degan odamlar bor ancha-muncha. Xuddi shunday birinchi mana bu issiqxonani kesib ko'ramizda. Keyin bu yog'ini o'ylashib ko'ramiz. Bu haftaga qilgan va qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz shulardan iborat. Videomiz biroz qisqaroq bo'ldi, chunki gapiradigan boshqa gap yo'q. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlaganingiz bizga katta kuch beradi. Ayniqsa o'tgan videodagi qo'llab-quvvatlashingiz bizga katta kuch-quvvat berdi. Katta rahmat. Videomizni kuzatib boring, davomi yanada qiziqroq bo'ladi.